Assalomu alaykum, hurmatli bilimdonlar. Bizni onlayn video darsligimiz mana Xudo xohlasa boshlanyapti. Onlayn video darsligimizni birinchi qadamlar tashladik. Birinchi darsimiz bu koreys tili alifbosi bo'ladi albatta. Shu o'rinda bitta narsani ta'kidlab o'tmoqchiman. Bu onlayn darsimiz haqida ozroq, ikki ozgina ma'lumot berib o'taman. Xo'p, bu darslik 0dan boshlab to 5-6 darajagacha bo'lgan hamma ma'lumotni o'z ichiga oladi, Xudo xohlasa. Ketma-ketlikda hammasi ko'rsatilib, ishlab, testlar, sigilar hammasi ishlangan holatida bo'ladi. Aaa, Bu haqida hali alohida video qilamiz, video darslik haqida. O'sha video orqali to'liq ma'lumot bilib olsangiz bo'ladi. Koreys tili alifbosidan biz boshlaymiz. Birinchi darsimiz mana nasib bo'lsa. Koreys tili alifbosi. Xo'p, koreys tili alifbosi bu, asl nomi bor. Bu Hangil deb ataladi. Mana shunday bo'ladi. Ismi Hangil. Xo'p, koreys tili alifbosida hammasi bo'lib 40 ta harf bor. Shulardan 10 tasi unli, 14 tasi undosh, 5 tasi qo'sh undosh va oxiri 11 tasi qo'sh unli diftonglardan iborat. Xo'p, biz endi birinchi 10 ta unlidan boshlab ko'rib chiqishni boshlaymiz. 10 ta unli. Bizda qanaqa unlilar bor? Xo'p, mana bunga bunday chizib qo'yamiz. Bular koreysli harflari. Endi davom etamiz. Xo'p, birinchi unlimiz qaysi? Birinchi unlimiz bu A unlisi. A. Yozilish koreys tilida o'zining yozilish qoidasi bor. Tepadan pastga, chapdan o'ngga qarab. Tepadan pastga tayoqcha, chapdan o'ngga kichkina tayoqcha. Bu A harfi. Ketdi. Juda oson. Qarang, tayoqchalar bilan yozilyapti. Ikkinchi unli harfimiz bu O harfi. O harfi A harfining teskarisi hisoblanadi. Kichkina chiziqcha birinchi tortilib, keyin katta chiziqcha tepadan pastga. Xo'p, keyingi harfimiz O harfi. O harfi yotgan holatda endi bo'ladi buni. Katta chiziq yotgan holatda chapdan o'ngga uzoqroq chiziladi. Bu O harfi hisoblanadi. Endi xuddi shuni teskarisi U harfi. Kichkina chiziqcha endi pastga qarayapti. 5-chi unlimiz bu I harfi. I harfi bitta chiziqcha xolos. Juda oson, to'g'rimi? Ana endi biz bu yerda 5 ta unli harfni ko'rib o'tdik. Endi e'tibor beradigan jihatlaringiz har bittasining yonida turgan keyingi unlilar. Qarasangiz, bu bilan deyarli bir xil va bitta kichkina tayoqcha ziyodlik qilyapti ikkitadan va talaffuzda ham har bittasida Y harfi orttirilyapti. Masalan, bu yerda bitta mana chiziqcha bo'lsa A, ikkita chiziqcha bo'lsa Ya. Bu O harfi. Endi boyagi O harfi mana bunday edi-ku, yana bitta tayoqcha chizib qo'yadigan bo'lsangiz, bu Yo harfi bo'layapti. Endi shuning teskarisi U harfi va oxiri 10-chi unli harf bu I, miyakki znak. Miyakki znak. Bu chapdan o'ngga nisbatan uzun chiziq tortiladi. Koreys tilidagi 10 ta unlilar mana shulardan iborat edi va siz bu 10 ta unli haqida bilishingiz kerak bo'lgan yana bitta narsa bor. Bu mana bu holat. Ya'nikim har bittasining oldida yumaloqcha bilan yozilgan. Nega bunday desangiz, koreys tilida bo'g'inda, odatda o'zbek tilida ham bo'g'inda undosh unli, unli undosh, undosh unli undosh bo'lib keladi-yu, lekin o'zimizda bunaqa holat bor. Bitta unli, bitta bo'g'inda qolib ketadi. Masalan, ular degan so'zni olaylik. Ular. Ular. U harfi bitta unli bo'lib, bitta bo'g'inda qolib ketyapti. Koreys tilida ham xuddi shunday, bitta unli, bitta bo'g'inda qolib ketadi, lekin koreys tilidan o'zbek tilidan farqi shundaki, unlini o'zi bo'g'inda yolg'iz kelgan payti o'zi hech qachon yozilmaydi mana bu holatda. Bunaqa holat uchraydigan bo'lsa, albatta yoniga mana bu yumaloqcha bilan keladi. Yumaloqcha bu koreys tilidagi N harfi bo'ladi. N harfi mana bunday unlilar bilan birga kelgan paytda talaffuz qilinmaydi.
talaffuzga ega emas. N harfi qachon talaffuz qilinishini endi undashlarda ko'rib chiqamiz. Demak, siz mana bu holatda uchratsangiz, demak bu shunchaki unli harflarning o'zi bo'g'inda yolg'iz o'zi kelyapti. Shuning uchun mana shu holatda kelyapti. Bu o'zgarishsiz talaffuz qilinadi. Mana bu yerda qanday yozilgan bo'lsa, A, O, O, U, I. Xuddi shunday. Bunga tushundingiz-a? Endi biz unli harflar tugatdik va koreys tilidagi bo'g'in yasash bo'yicha ozroq tushuncha berib o'tib ketaman. Hali undashlarga o'tmadik chunki deganda. Bo'g'inlar xuddi o'zimizga o'xshab 3 xil usulda yasaladi. Unli undosh, unli undosh unli, undosh unli undosh va bitta unli bitta bo'g'inda kelish holatlari uchraydi. Lekin bitta tomoni farq qiladi, shakli ya'ni. O'zbek tilida gaplar, so'zlar, harflar ketma-ket joylashgan holda yasaladi. Lekin koreys tilida undan tashqari harflar ustma-ust joylashgan holati ham uchraydi. Masalan, bu holatni mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Harflar ustma-ust joylashgan. Faqat mana bunday ketma-ket yoniga emas, mana bunaqasiga kelgandagi pastda harf kelish holati ham uchraydi. Buni hozir ko'rib o'tamiz. Xo'p, bu qanday holat ekan? Xo'p, undosh harflarni boshladik. Takrorlab o'taman, 10 ta unli harfni o'rganib tugatdik. Endi 14 ta undosh harf. Birinchisi bu KG harfi. KG so'z boshi va oxirida K deb o'qiladi, ikki unli o'rtasiga kelganda G deb o'qiladi. Xo'p, endi ulardan oldin biz mana bu har bitta undoshni har bitta 10 ta unliga qo'shib talaffuz qilishni mashq qilamiz. Bu so'zlarni keyinchalik qiynalmasdan qo'shib talaffuz qila olishimiz uchun yordam beradi. Ka, ko, ko, ku, ki, kya, kyo, kyo, kyu, k. Xuddi shunday birgalikda qo'shib talaffuz qilib, sizlar ham mashq qilishlaringiz kerak bo'ladi. Endi K qatnashgan gaplar, so'zlar bor ekan, ularni ko'rib chiqamiz. K yozilyapti. A. Ka plus da. Kada. Bu kada bu bormoq degani. Keyingi so'zimiz bu K. K-O, ko plus gi. Kogi. Kogi go'sht degani. Xuddi shunday bo'g'inlar orqali so'zlar yasab ketaveramiz. Keyingi so'zimiz kelyapti. E'tibor berasizlar. K-A plus K-U teng Ka-gu. Kagu. O'shanday yasaladi. KG harfiga tushundik-a? Mana bu qoidasini yaxshilab eslab, yodlab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi undosh harfimizga o'tamiz. Bu N harfi. N harfi har doim N deb talaffuz qilinadi. Bu juda oson harf, chalkashtirmaydi. Xo'p, bo'g'inlarni talaffuz qilib ko'ramiz. Na, no, no, nu, ni, na, nyo, nyo, nyu, n. O'shanday talaffuz qilinadi. Endi N harfi ishtirok etgan so'zlarni ko'rib o'tamiz. N harfi N, A bitta bo'g'in, M, U ikkinchi bo'g'in. Teng, na, mu. Ikkinchi so'zimizga qaraymiz. N, U, nu bitta bo'g'in plus N, A ikkinchi bo'g'in. Nuna, Nuna opa degani. O'shanday so'zlar yasab ketaveramiz. Uchinchi so'zimiz mana bu biz boshida aytganimiz A so'zi bitta bo'g'inda yolg'iz o'zi kelyapti va N harfini yumaloqchani o'zi bilan birga olib kelyapti. A, mo, ni. Qanday so'z hosil bo'lyapti? Amoni. Amoni bu ona degani koreys tilida. Xuddi shunday so'zlar yasaladi. Keyingi undosh harfimizga o'tamiz. Bu TD harfi. Xo'p, bu harf so'z boshi va oxirida kelsa T deb, ikki unli o'rtasida kelsa D deb talaffuz qilinadi. Xuddi qoidasi KG harfiga o'xshash. Endi nima? Mana bu bo'g'inlarni talaffuz qilib ko'ramiz. Birinchisi
to, to, tu, ti, tia, tio, tio, tiu, t. Xuddi shunday talaffuz qilib mashq qilamiz ko'proq buni. Endi bizda so'zlar kelyapti ekan. So'zlarni qanday talaffuz qilishni o'rganamiz. Ta bitta bo'g'in ta plus ri. Rini endi ko'rib o'tamiz. Hali kelganimiz yo'q. Shunchaki aytib ketyapman. Tari. Tari bu oyoq degani. Xo'p, keyingi so'zimiz yana ta plus ri plus mi. Bu tarimiy dazmol degani. So'zlarda yozilishiga sal qiziqayotgan bo'lishlaringiz kerak. So'zlarni yozilish qoidasiyu keyin daftarga qanday to'g'ri yozish kerakligi haqida video qilinadi alohida. Buni buni o'shanda shu yerga kelgandami yoki mana shu videoni ko'rib bo'lgandan keyinmi bemalol o'sha videoni ko'rsangiz, o'rganib olsangiz bo'ladi. Ido bu 3-chi so'zimiz. Ido bu ibodat degani. Eee, bu harfni ham ko'rib o'tdik. Qanday so'zlarda kelsa qanday bo'g'in qilishni ham o'rganyapmiz. Endi R, L harfi. Bu harf so'z boshida L'ga moyilroq aytiladi. L emas, L emas, o'rtada. So'z oxirida L va ikki unli o'rtasiga kelsa R deb talaffuz qilinadi. Bo'g'inlarni talaffuz qilib ko'ramiz. Ra, ro, ro, ru, ri, ria, rio, rio, ryu, r. Xuddi shunday sizlar ham mashq qilishlaringiz kerak bo'ladi. So'zlarga keladigan bo'lsak, so'z ra plus di plus o. O harfi bitta bo'g'inda yolg'iz o'zi kelyapti. Aslida o harfi mana bu, lekin yolg'iz o'zi kelayotganligi uchun mana bu yumaloqchani olib kelyapti. Bu keyin qanday so'z yasayapti? Radio. Radio. Ikkinchi so'zimizni ham ko'rib o'taylik. To'g'ri. To'g'ri yo'l degani. To'g'ri. Uchinchi so'zimiz yo'ri. Yo'ri. Yo'ri ovqat pishirish. Buni tushundik qoidasini esdan chiqarmangizlar. Qoidasi juda muhim. Qoidasi doim yodlaringizda bo'lishi kerak. Xo'p, R harfi ham tugadi. Endi M harfiga kelamiz. M harfi bu ham har doim M deb talaffuz qilinadi. Ortiqcha chalg'itishlarsiz oson harf. Xo'p, M harfi bo'g'inlarni talaffuz qilib ko'ramiz. Ma, mo, mo, mu, mi, mia, mio, mio, myu, m. Xuddi shunday bo'g'inlarni talaffuz qilib bo'ldik va endi M harfi ishtirok etgan so'zlarni ko'ramiz. Bu T harfi hisoblanadi. Keyin endi ko'ramiz buni. To, o. Bu yerda ozroq xato ketdi. Qaytadan. Yo'q. To, ma, to. Tomato. Tomato bu pomidor degani. Chivin so'zi qanday yozilyapti? M, O, G, I. Mo'gi. Mo'gi. Chivin. Daraxt so'zi. Na, mu. Namu bu daraxt degani. Xuddi shunday talaffuz qilib ketaveramiz. Keyingi harfimiz bu PB. PB harfi. Bu harf so'z boshi va oxirida kelsa P, ikki unli o'rtasida kelsa B deb talaffuz qilinadi. Bo'g'inlarni talaffuz qilamiz. Xo'p. Po, po, pu, ti, pya, pyo, pyo, pyu, p. Bu yerda hozir hamma bo'g'inda gap boshida kelgani uchun P deb talaffuz qilinyapti. Qoidada aytilgandek, ikki unli o'rtasi kelsa B deb talaffuz qilamiz. Xo'p, bunga misollarni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol sovun ekan.
Bu harflar hammasini o'tganmiz. Qanday yozishiga e'tibor bering. Tepadan pastga ikkita chiziq tushirilyapti, keyin o'rtadagi mayda chiziqlar tortilyapti. P, pi, nu, pinu, sovun. Ikkinchisi pa, ji, shim, banana, banana, banan degani, banana, banan degani. Tushundik-a? Juda oson, menimcha. Xo'p, keyingi harfimizga o'tamiz. Bu S, Sh harfi. S, Sh. Bu harfdan keyin endi bu qoidasi biroz boshqacharoq, e'tibor berib turasizlar. A, ya, yo, yo, yu, vi diftonglari keladigan bo'lsa, 5 ta unli, bitta diftong unli bor. 6 ta harf. Mana shu harfdan keyin kelsa, buni biz sh deb talaffuz qilamiz. Sh. Qolgan holatda esa s deb talaffuz qilamiz. Hozir bo'g'inda buni ko'rib o'tamiz. Xo'p, sa, so, so, su, shu, shi i harfi mana. Sya, ya harfi. Syo, yo harfi. Syo, yo harfi. Syu, yu harfi va bu oxirginchisi s. Diftonga hali kelganimiz yo'q. Diftonga hali bor. Diftonglar oxirlarida o'tiladi. Endi tushundik-a, qanday talaffuz qilinishi. Qoidasiga qarab, men talaffuz qilganga qarab, sizlar ham talaffuzni o'rganasizlar. So'zlarga kelamiz. Birinchi so'zimiz sigir. Ha, aytgancha, bu harfni yozilishi bosmada mana bunday bo'lgani bilan, bunday yozish biz uchun qiyin. Shuning uchun qanday yozamiz? Birinchi yon tomonlama bitta uzun chiziqcha tortib olamiz, keyin o'rtasidan qarama-qarshi tomonga yana chiziq tortamiz. Ko'ryapsizlar-a? Bu S harfi. Keyin pastiga O'ni yozsak, bu sigir degani. Ikkinchi so'zimiz suv. 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 Yuzni yuvish. Tarvuz so'zi qanday bo'ladi? Bak. Suvak. Suvak bu tarvuz. Mana bu P harfi ikki unli o'rtasida kelyapti. U bor undan oldin, undan keyin A bor. Shuning uchun biz buni B deb talaffuz qilyapmiz. Shunchaki qoidaga to'g'ri kelgani uchun aytib o'tib ketyapman. S harfimizni tushundik-a? Endi keyingisiga o'tamiz. N harfi. Boshidan beri gaplashgan, biz o'sha bilgan N harfi. N harfi unlini oldida kelsa o'qilmaydi dedik boya, xuddi shunday. Faqatgina patchimda harf ostida kelsagina talaffuz qilinadi. Patchim nima degani? Mana bu so'zga e'tibor bering. Ikkita so'z. Aytganimday, ketma-ketlikda emas, ustma-ust joylashgan harflar bor bu yerda. Ikkita harf ketma-ket joylashyapti, lekin pastida bitta harf kelyapti. Mana shu joy nomi patchim deb ataladi. Mana shu joydagina bu harf kelsa, bu talaffuzi n ni beradi. Qolgan holatda unlilar bilan kelganda hech qanday talaffuzga ega emas. Masalan, mana bu bo'g'inlarni talaffuz qilib ko'ramiz. Xuddi shunday unlilarni o'zi qanday aytilsa shunday. O, u, i, ya, yo, yo, yu, i. Ma'noga ega emas. Talaffuzga ega emas. Xo'p, so'zlarga to'xtalamiz. Birinchi so'zimiz sut so'zi qanday? U, yu, uyu. A, i, bola, ai qo'shib aytib ketamiz. Dada so'zi aboji, aboji, aboji dada degani. Ona bo'lsa amoni ona degani. Tushundik bu harfni? Xo'p, unday bo'ladigan bo'lsa, keyingi harfimizga o'tamiz. Keyingi harfimiz bu J harfi. Bu harf so'z boshi va oxirida kelsa ch deb, ikki unli o'rtasida kelsa j deb talaffuz qilinadi. Biz bo'g'inlarda talaffuz qilamizdan keyin so'zlarda qoidani qanday ishlashini ko'rib o'tamiz. Xo'p, bo'g'inlar talaffuzi cha, cho, cho, chu, chi, cha, chyo, chyo, chu, ch.
xuddi shunday talaffuz qilamiz. Talaffuzni ko'proq mashq qilingizlar. So'zga keladigan bo'lsak, mana so'z boshida kelyapti. Ch deb talaffuz qilinadi. Chigu. Chigu bu yer degani. Yana bitta shunaqa so'z. Bu tusa. Tusa bu vaksina. Harfni yozilishiga e'tibor beryapsizlar-a? Harfni mana bunday tartibda yozsalaringiz chiroyli chiqadi. Men hozir yozayotgan tartibim bo'yicha o'shanda yozsalaringiz chiroyli chiqadi. Emm, harflarni hammasini yozish qoidasi-yu, daftarga qanday yozilishini aytib o'tdim. Alohida video bor unga. Xo'p, sim so'zi. Ana endi bizda qoida ishlaydi. A, G. G deb talaffuz qilyapmiz. Nima uchun? Chunki undan keyin ham, undan oldin ham unli harf bor. Ikki unli o'rtasida kelyapti. J deb talaffuz qilinadi. O'shanday. Xo'p, CJ harfini tushundik-a? Keyingi harfimizga o'tamiz. Bu H harfi. Bu harf H, yumshoq H, o'ta yumshoq tarzda bilinar-bilinmas talaffuz qilgan yaxshiroq buni. O'shanday talaffuz qilinadi. Bo'g'inlarda talaffuz qilib o'tamiz. A, ho, ho, hu, hi, hya, hyo, hyo, hyu, h. Xuddi shunday talaffuz qildik va so'zlarga o'tamiz. So'zlarda qanday ishlatamiz bu harfni? O unisi bilan birga kelyapti. Ho, hori, hori bel degani. Him, h-i-m, him, kuch. Notta. Ko'ryapmiz-a? Deyarli talaffuzda yo'q. Notta. Sal o'rni bilinadi. Notta, notta, qo'ymoq degani. Notta, him, hori. O'shanday talaffuz qilamiz. Bu harfga tushundik. Keyingi harfimizga o'tamiz. Keyingi harfimiz bu K. K. Qattiq K deb yodlangizlar. K. Chunki o'zimizda K harfi bor edi. Mana bu K harfi edi. Bu xuddi shuni mana bunday qilib kichkina tayoqcha o'tkazilgani. K. K. Qattiq K degani. Qattiq K harfi bo'lib, har doim K holda talaffuz qilinadi. G, K deyilmaydi hech qachon. Bu har doim K deb talaffuz qilinadi. Bo'g'inlarni talaffuz qilib ketamiz. Xo'p, ha, ko, ko, ku, ki, kia, kyo, kyo, kyu, k. Xuddi shunday talaffuz qilinadi. Endi so'zlarda. So'zlarda qanday ishlatishini ko'ramiz. Birinchi so'zimiz qadi. Qad. Bu karta degani. Ikkinchi so'zimiz ko. Burun. Kiga keladigan bo'lsak, bu bo'y. Ki, ko, qadi. O'shanday talaffuz qilinadi. Davom etamiz. Keyingi harfimiz, adashmasam hamma narsa tushunarli, aniq bo'lyapti. Biroz tez ketayotgan bo'lishi mumkin, chunki asta olinsa ham zerikib qolasizlar, ham videoni hajmi ko'payib ketadi. Shuning uchun aniq kerakli bo'lgan narsalarni aytib ketyapman. Agar ozroq tushunmaydigan bo'lsangiz, videoni ozroq orqaga qaytarib, qaytadan eshitishingiz va tushunmagan joyingizni shaxsan o'zimdan guruhda so'rashingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, Eee, T harfi bu T. Qattiq T. O'zimizda T harfi bor edi. Mana bunday yozilardi. Endi bu xuddi shuning o'rtasiga bitta chizgi tortilgan va eee, qattiq T holida talaffuz qilinadigan harf bo'ladi. Bo'g'inlarda talaffuz qilib ko'ramiz. Ta, to, to, tu, ti, tia, tio, tio, tiu, t. Xo'p. Bo'g'inlarni talaffuz qilib bo'ldik. Endi so'zlarga. Ikkala bo'g'inda ham qattiq K va qattiq T harflari kelyapti bu yerda. E'tibor bering. Koti, koti. Bu palto degani. Koti, 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 palto. Ikkinchi so'zimiz bu pada, pada, minmoq. Uchinchi so'zimiz tokki, tokki. Qo'shma undosh bu. Qo'shma undoshga endi kelamiz. Tokki, tokki quyon degani. T undoshimizga tushundik-a?
Keyingi undashga o'tamiz. Keyingi undoshimiz bu P. Hozir biz undosh harfimizni deyarli yakuniga kelib qoldik. 1-2 ta harf qoldi. P harfi bu harf qattiq P bo'lib, har doim qattiq P holida talaffuz qilinadi. Bo'g'inlarni qanday talaffuz qilamiz? Pa, po, po, pu, pi, pya, pyo, pyo, pyu, p. Bo'g'inlar xuddi shunday tarzda talaffuz qilinadi. So'zlarga to'xtalamiz. Birinchi so'zimiz qanday yozilishiga e'tibor bering. Tepadan pastga ikkita tayoqcha, keyin ustki va pastki tayoqchalar tortilyapti. Mana shunday yozishga harakat qiling. Pa, ti, pati. Bu ziyofat degani. Pa-ti. Ziyofat. Ikkinchi so'zimiz do. Do. Uzun. Uchinchi so'zimiz bu piyonji. Piyonji xat degani. Xuddi shunday bo'g'inlar, so'zlar shu tarzda tuzilib ketaveradi. Asta-asta ko'zlaringiz ko'nikib, asta-asta ko'nikma hosil bo'lib, tushunib o'rganishni boshlaysizlar. Biz oxirgi undoshimizga keldik. Bu ch. Qattiq ch harfi. Qattiq ch harfi. Bu ch harfini ikki xil usulda yozsak bo'ladi. Bunday qilib, bunday tortsak bo'ladi, xuddi bosmasiga o'xshatib, lekin chiroyliroq varianti mana bunday qilib yozsalaringiz, o'zimizda ch harfi bor edi-ku, o'shaning ustiga bitta chiziqcha tortasizlar, bu qattiq ch ma'nosini beradi. Qalpoqchali ch desalaringiz to'g'ri bo'ladi. Talaffuziga to'xtalib o'tamiz. Talaffuzi qanday talaffuz qilinadi bo'g'inlar? Cha, cho, cho, chu, chi, chia, chio, chio, chu, ch. O'shanday talaffuz qilamiz. Xo'p, endi bu ishtirok etgan so'zlarga to'xtalamiz. Harf ch harfini yozamiz. Cha. A yozilyapti. Cha. Cha bu choy degani, moshina degan tarjimasi ham bor. Ikkinchi so'zimizga qarangizlar, xuddi shunday u kelyapti. Keyin patchimda k bor. Chuk, keyingi bo'g'in ku. Chukku. Chukku bu futbol degani. Xuddi shunday uchinchi so'zimizni ham yozamiz. Ch, i, patchimda n harfi bor. Chingu. 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 Chingu, chukku, cha. So'zlar xuddi shunday talaffuz qilinadi. Eee, E'tiboringizga aytaman, biz 10 ta unitni ko'rib tugatdik. 14 ta undoshni ko'rib tugatdik. Qoidalari hammasi bor. Videoni bir martada tushunmasalaringiz 2 marta ko'ringizlar. Daftarga hammasini qanday holatda bo'lsa yozib olingizlar. Siz albatta intizomli, tartibli, qat'iyatli o'quvchisiz. Sizni maqsadingiz topik olish, Koreyada o'qish va buning uchun astoydil harakat qiling. Endi biz qaysi bo'limga keldik? Qo'shma undoshlarga keldik albatta. Qo'shma undoshlar 5 ta. Boshida aytib o'tganimizdek, qo'shma undoshlar 5 ta. Bu yangilik emas. O'zimizda undoshlar bor edi. Qaysi undoshlarimiz? K, buni o'tdik. T, buni ham. P, S harfi, S, Sh harfi, Ch. Bu undoshlarni o'tdik. Endi bularni ikkilangan varianti ushbu qo'shma undoshlar hisoblanadi. Ya'ni ikkitasi birga qo'shilib keladi. K, T, P, S, Sh, Ch talaffuz qilinadi. Bular ikkita. K, K. Ikkita harf odatda masalan K, K, T, T, P, P, S, S, Ch, Ch. O'shanaqa. Talaffuzda oddiy kirlar bilan deyarli bir xil talaffuz qilinadi. Bitta holatda farqlanadi, ya'ni bo'g'inda ajralib ketishi mumkin. Masalan, mana bu harfga so'zga qaraydigan bo'lsalaringiz, kokkiri. Kokkirida talaffuzda k ajralyapti. Kok-kiri fil degani, lekin mana bu yerda ajralmaydi. Birinchisida kori, kori, kori o'z holida tarjima qilinadi. Qa'da,
Ta'da bu termoq, olmoq degani. Moriti ободок, moriti. Puri, puri ildiz. Tiyo, suyak. P bilan deyarli farqlab bo'lmaydi. Bu asl bittalik P bilan e'tibor beryapsizlar talaffuzda farqlab bo'lmaydi deyarli. Mm, Sa'da, sa'da bu arzon. Sida bo'lsa, sida yozmoq. Cha'da, cha'da. Cha'da bu sho'r degani. Kachcha, kachcha yolg'on. Mana bu yerda ikkita bo'g'inni o'rtasida kelayotganligi uchun bu bo'g'inda ajralib ketyapti. Qanday ajralayotgani talaffuzga e'tibor beryapsizlarmi? Bittacha emas, ikkitacha deb talaffuz qilinyapti. Ya'ni kim o'zbekcha talaffuzi mana bunday bo'lyapti. Kachcha ko'rdilaringizmi? O'shanday talaffuz qilinadi. O'rtada kelgan paytda, ikkita unli o'rtasida kelgan paytda. Talaffuzlarni o'rganib oldik, qanday harflarligini bilib oldik. Hozircha biz umumiy hisobda 40 ta harfdan 29tasini o'tib tugatdik. Endi bizda qaysi harflar qoldi? 11 ta qo'shma unlilar, diftomlar. Eee, bu video hozir bu yerda tugaydi. Koreys tili birinchi qismi bo'lib tugatiladi va koreys tili alifbosi ikkinchi qismida biz diftomlarni ko'rib tugatamiz. Hozircha bizni birinchi darsimiz yakunlandi. Birinchi darsimiz mana shulardan iborat edi. Hammangizga sog'liq tilayman. Xo'p, keyingi darslarda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar. Rahmat.